Assalomu alaykum. Ro'za ayyomingiz muborak bo'lsin do'stlar, o'rtoqlar, opa-singillar. Xo'sh, bugungi mavzu shu nevrotik buzilishdan keyingi o'tkazib yuborishli holat, ya'ni fobiya bilan bog'liq. 97-yil, 96-yil nevroz bo'lganman, fobiya bo'lganman deb endi tushunayotgan insonlar bor ekan oramizda. Endi mana bunaqa narsa-da, ular o'sha vaqt ham, misol deylik, Xivadan bu yog'iga chiqish olmagan. Yurishgan, chiqib ketishgan. Misol uchun yaxshi bo'lib ketdim deyishadi. Zo'r, ancha yaxshi yurganman, oradan 25 yil o'tib yana shunaqa bo'lib qoldim deyishadi. Ular nimaga? Chunki fobiya bilan ishlashmagan. Ya'ni boradigan joyligi bozor, bo'ladigan bo'lsa butik, yo bo'lmasam o'sha qanaqadir qarindosh urug'lar. Shu joyga borib, ular yengib bordim deb o'ylashgan. Vaholanki u narsadan chiqib ketishgan. Negizi bir kun qaytalab qolishi nima sabab qaytalaydi? Chunki fobiya hali nima u? Fobiyaga tushuncha yo'q. Fobiya bilan ishlanmagan. Shunchaki nima deydi? Nimadandir nastroyeniya ko'tarilgan, shu bilan chiqib ketishgan. Demoqchi bo'lganim, 97-yilda uylanganman deb bir amaki telefon qildilar. Hozir aytaman, yanglishmasam 57 yosh, 58 yosh inson edilar. 25-yil mana shu yanvarda shunaqa vaziyat bo'lib qoldi, yana chiqa olmayapman. Shu vaziyatdan kelib chiqib, yana shunaqa holatga uchradim deyaptilar. Men aytayapman, oldin darslar bo'lgan, baribir dunyo tan olgan-ku bu darslarni, kognitivniy terapiya, gestalt terapiya va yana boshqa metodlar chiqib kelyapti kundan kunga. Xo'p, o'sha aytmoqchi bo'lganim shu, biron bitta dars keltirib berdim. Olganmisiz desam, yo'q, faqat sanatoriyada dam olganman. Psixdispanserda yotib chiqqanman. U bu endi psixdispanserda yotish uchun katta ruhiy buzilish bo'lishi kerak. Endi bizda bilasizlarmi, sovet paytida mustaqillik bo'lmasdan oldin ham mana shu nevrozda fobiya bo'lib, uydan chiqa olmagan, ko'chaga chiqa olmagan, aralasha olmagan odamlarga katta ruhiy buzilish deb ham tashxis qo'yib yuborishgan. Hozir unaqa emas. Men psixdispanser eshigini taqillatib, voy o'lib qolar ekanman, voy ko'chaga chiqa olmayapman deb borsangiz ham shunda ko'radi sizni, ko'rib turib, baribir suhbat qilasiz-ku. Kirasiz, gaplashasiz, misol uchun soppa sosiz deb sizga tushuntirishadi. Soppa sosiz, hech qanaqa muammo yo'q. Xohlaysanmi deyishadi. Mana 7-etajdan o'zing tashaginda, qaytib chiqqin, keyin qabul qilamiz deyishadi-da. Ya'ni gap tagida gap bor. Sen sog'san, sen qachon kasalsan, o't beting sinsa, u yoq bu yoq mazing qochsa, masalan, qaysi ma'noda? Gallyutsinatsiyali vaziyatlar bo'lsa, deylik, katta psixiatrический ish bo'ladigan bo'lsa, siz o'zingiz yurib bormaysiz, sizni olib kelib qo'yishadi shundoq ham. O'shaning uchun nima deydi? Bu narsadan chetlashish kerak, ya'ni qaysi ma'noda oldin ajratib olish kerak yaxshilab. Fobiyani katta ruhiy buzilishga daxli yo'q. Fobiya bu shunchaki o'zingizni nevrozingizni to'g'ri tushuntira olmaganingiz natijasida fobiya ma'lum bir vaqtga, deylik 20 yilga yoki 5 yilga yoki 2 oyga chekinib turgan bo'lishi mumkin. Lirik chekinish deydi-ku. Keyin yana qaytadi. Nimaga qaytadi? Chunki siz hali u fobiyani nimaligini tushunmaysiz-ku. Siz o'sha upражнениyalarni bilmaysiz, qilmagansiz. O'zingiz bilmagan holatda qilgan bo'lishingiz bu sizni miyangizga o'sha bo'ldi, daskanalniy tushuntirildi degan va anaqani signalni bera olmaydi. Inson o'zi iqror bo'ladi, shu holatdan keyin sekin chiqib ketishni boshlaydi. Qisqasi, o'sha 97-yil uylangan inson amaki, shu otam tengi inson ekanlar, pashti 57-58 yoshli, qoraqalpoqdan edilar, yanglishmasam. Telefon qildilar, gaplashdik, nima bo'lyapti, mana shunaqa chiqa olmayman, u yoq bu yoq. Qachon bo'lgan? 97-yil bo'ldi uylanganimda dedilar. 2 yilcha, например, 2 yilcha bo'ldi dedilar. Keyin o'zim bilmagan holatda yaxshi yurdim, to mana shu 25-yilgacha dedilar. Men aytdim, "Xo'p, ishlaganmisiz?" Yo'q. Ko'ryapsizmi, men nima demoqchiman? Hozir vaqtda mana yoshlar, o'rtahol, opalar, singillar, aka-ukalar hammaligi ishlashyapti ustunligida. Ana ularning vaziyatligi xudo xolasa ancha yaxshi bo'lib, qaytalanmaydigan darajada bo'ladi degan umiddaman. Baribir inson aytilinadi-ku, beshikdan qabrgacha ilm izla.
ilm izlayverasiz, o'rganasiz, o'zingizni o'tga urasiz, cho'qqa urasiz, baribir o'rganib bu narsada o'sha holatingiz yaxshilashib ketaverishni boshlaydi. Shunga fobiyadan uzoq yil shug'ullanib, qo'rqib, ishlolmay yurgan insonlar bo'lsa, marhamat murojaat qilinglar. Allohga tavakkal, ishlab ko'rinadi. Shunaqa qilib sekin-sekin o'zingizga darslikni tushuntiriladi. O'zingiz misol uchun harakat qilasiz, chiqib ketasiz bu narsadan. Keyin siz nevroz bilan ishlasangiz bo'ladi. Hamma o'ylaydi, xavotir ham, depressiya ham, stress ham, boshqacha ruhiy buzilishlar ham hammasi nevroz deb tushunib olishgan. Endi nevrozni necha xili bor? OKR bor. Misol uchun ipokondriya bor, тревожный фобический расстройство bor. Xavotirli buzilish, depressiv buzilishlar bor. Kichkina depressiya bor, katta depressiya bor. Nevrotik buzilishlarda ham boshqacharoq turlari bo'ladi. Masalan, illyuziyali ko'z bilan og'rigan bemorlarda, masalan, qo'rqib qoladi-ku, shugana bo'lib, ko'zim ko'rinib qoldimikan, ko'rinmadimikan, tam shunga o'xshagan vaziyatlar ham endi bu xavotirli buzilishlar, qo'rquvlarga, fobiyalarga kiradi. Endi simptomini gap kelganda aytib ketyapman. Illyuziya bo'ladi, unaqa narsalar. Bu qisqa metrajli, qisqa mana ko'zingizda baksorlar bor-ku, bitta urganda misol uchun ko'zi chirs yonib, chirs o'chadi-ku, xuddi shunga o'xshagan vaziyat bo'lishi mumkin insonda. O'shani illyuziya deyiladi. Masalan, ko'rinib ketganday bo'lishlar bo'ladi. Shu narsani, "Voy, menda gallyutsinatsiya ketyapti" deb o'ylashadi insonlar. Aslida unaqa emas. Bu misol uchun gallyutsinatsiyada misol inson o'zini bilmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, misol uchun o'zidagi holatni faqatgina nima deydi? Ota-ona yoki atrofdagi oilasi biladi xolos. Qisqasini aytganda, dushmanimga ham ravo ko'rmayman bu unaqa shizofrenik har xil turdagi katta kasalliklarni. Bu narsaga bir xil psixoterapevtlar, bir xil vrachlar, kimdirlar aytadi. O'tib ketadi bu anaqaga, nima deydi? Katta ruhiy buzilishga deyishadi. Bitta narsada, mana misol uchun mani nevroz qarindoshlarim bor ekanda, men yaqinda bildim shu narsani. Yoshlari 66 yosh. 66 yosh. 27 yoshimda nevroz bo'lganman deyaptilar. Значит, ular ham jinnimilar? Yo'q. Ibodatli, namozlarga chiqib, masjidlarda ko'raman, normal yuradilar. Qalaysan, yaxshimisan? Dadil. Nabarotiga oldin men misol uchun bundan bir 6-7 yil oldin ham ko'rganimda, misol uchun vaziyatlarni men sezdirmaganlar-da menga. Endi hammaga sezdirib bo'lmaydi-ku bu narsani. Vaziyat normalniga edi. Men aytmoqchi bo'lganim, bularni YouTube taraflari hammaga dardlarini doston qilmaydi-da. Voy, ko'zim achishyapti, burnim qashyapti, qo'lim qizyapti, nimadan ketib qolaman, unaqa gaplar qilmaganda bu odam. O'tirib gaplashdim har qatdan, nima bo'lgan, nima qo'ygan, nima qildingiz, qiynalmadingizmi? Hamma narsada qiynaldim dedilar. Sabr qildim, ozgina tafakkur qildim, tavakkal yuribman dedilar. Dars olganmisiz desam, yo'q dedilar. Dars berib boshqa qilib ozgina tushuntirdim vaziyatni. Oradan necha oy o'tdi? Bir oyga bormadi, telefon qilyaptilar. Endi tushundim shuncha yil deganda deyaptilar. Endi o'sha shuncha yilgacha bo'lgan vaqtda ular misol uchun u narsani nima deydi? Oxiri yo'q deb tushunishgan. Tushunasizmi? Yo'q, oxiri, hamma narsaning oxiri bor. O'shaning uchun ko'ngilni to'q qo'rasiz. Shu jinni bo'lganlarda o'sha qarindoshim jinni bo'lardilar. Keyin jinnilikda ham misol uchun genetikaga ham qaraladi. U dopamin bilan bog'liq qanaqadir buzilish, katta, strashni narsa hisoblanadi. U unaqa narsa bo'lmaydi nevroz va shu boshqa narsa. Endi sizlar avvaloyu nevrozdan chiqish uchun birinchi o'zingizlarga qarab chiqinglar. Ko'chaga chiqyapsizlarmi? Hop, chiqaverasizlar. Qo'shilyapsizlarmi odamlarga? Misol uchun qo'shilyapsizlar, to'g'ri? Mashina haydash kerak, glavniy. Qisqasini aytganda, uzoq joyga maslahat beraman, ko'proq sayohat qilish. Imkoniyatingiz bo'lsa, masalan, deylik, Toshkentdamisiz, Samarqandga boring. Bitta o'zingiz mashinangiz bo'lsa. Bo'lmasa, mana ipodromga boring, postga
o'sha nima posti, o'sha yoqqa borib o'tirib, misol uchun dunyo kezib keling, Samarqand, Navoiy qilib. O'sha paytda qanaqadir g'alati bo'lasiz, bir 20-30%. O'sha narsa davolaydi, boshqa narsa davolamaydi. Shunaqa qilib, vaziyatni o'rgan, bir oy qolmaydi. O'sha bu agorafobiya, satsofobiyangiz bilan og'rigan bo'lsangiz, odamlarga qo'shila olmayotgan bo'lsangiz, bular ham o'sha tark etishni boshlaydi-da. Buni orqasida miya ham, karaxtligi ham kamayadi. Keyin aytishadi, karaxtli nevrozda bo'ladimi? Karaxtli любой время bo'ladi. Ko'p ishlasangiz ham karaxtli bo'lasiz, ko'p uxlasangiz ham karaxtli bo'lasiz. Namoz shom paytida uxlasangiz ham miya karaxt bo'lib qoladi, bilasizmi? Qaysi dunyoga tushib qoldim deb. O'shanga cho'chimasdan, Xudo xolasa ishlash kerak. Endi men misol uchun o'zimga o'yirim bo'lib ishlayman. Nimagaki, menda psixiatr bor. Psixiatr, kardiologim bor, misol uchun. Endi общий analizni o'zim tushunaman. Misol uchun, shu ikkita narsada, misol uchun, uchta narsada почти nima bo'lib ishlayman. Misol, qanaqadir konsultatsiya vaqtida kimdadir neto vaziyatni sezsam, psixiatrga jo'nataman. Shunaqa gaplar. Yoki yuragida qanaqadir ishemический kasallik bo'lsa, ko'raman. O'zim iqrormanmi, misol uchun, qanaqadir kasalligi bormi? O'zimdan katta bo'lgan, 23 yillik tajribaga ega bo'lgan kardioxirurg. Ya'ni o'sha kardiologiya bo'limining kattasi bilan ishlaymiz biz. Shularga ko'rsataman. Mana aka, mana shunaqa bo'lyapti, nima bu? Ko'rallar, yo bu уже vahimaniki, yo bu yerda patologiya ketyapti уже deb sekin tushuntiradilar. Vaziyatdan kelib chiqib men aytaman keyin. Bu patologiya, o'zingiz ehtiyot qiling, vahimangizni kamaytiring. Dori yozilishi kerak bo'lib qoladigan vaziyatlar bo'lsa, u psixiatr o'zi yozadi. Lekin ishonaveringlar, dori menimcha 10%. Chunki inson tafakkur qilishiga qanaqadir talchoq beradigan dori bo'lishi mumkin. Sal motivatsiya berib turadigan yoki sal o'ziga keltirib turadigan. Biz ekanda dori ichmay katta bo'lgan. Men misol shaxsanman, ro'za Ramazonda yolg'on gapirmayman. Dori ichib ko'rmaganman. Antidepressant yoki qanaqadir psixotrop dorilar, qanaqadir psixический qanaqadir dori ichmaganman. Bitta karvalol ichganman. O'shani ham bir kunmi, 1,5 kun. 2-3 tomchi qilib, yuragim taxikardiya bo'lib ketganiga srochni yozib berishgan, mamnaqa ich bo'lmasa bo'lmaydi deb qo'rqitishganligi uchun 1,5 kun. U o'tli mahsulot, hech nima emas u. Dori tarkibiga почти kirmaydi ham. Shu narsa. O'shaning uchun harakatda bo'lib, o'zinglarni ehtiyot qilib, nima deydi, qaysi ma'noda? Ehtiyot deganda o'zinglarni kontrol qilib yuringlar degan emas-da. Ehtiyot deganda o'zinglarni sevmanglar. Tushunasizlar? Bo'ldi. Necha yil yashaymiz? 70 yil yashaymizmi, 80 yil yashaymiz? Neujeli shu 70-80 gacha qo'rqib yashashingiz kerak? Tavakkal etgan Alloh taolo tavakkal qilinglar, men bu yoqda yaxshilab beraman degan. O'shaning uchun tavakkal qilib bu yoqqa bosaveringlar. Mayli, misol bir xilla dori ichib tuzalar, bir xilla kognitivniy поведенческий psixoterapiya olib davolanar. Kimdirga misol videoni o'zida logически o'ylab oladi. Bo'ldi, shu misol men shu ish qilishim kerak ekan, bo'ldi, mana qiling, всё. Misol kimdadir 21 kunda fobiya butkul to'xtab qoladi, o'sha ketadi, lechit bo'ladi. Kimgadir 1 yilga yaqin vaqt ketishi mumkin, tushunasizmi? Endi men hammani bilmayman-ku vaziyat qanaqa. O'zi bilinadi gaplashgan odamda, misol uchun, deyman, bu odam uzoqqa bormaydi, chiqib ketadi tez, yoki cho'ziladigan odam bo'lsa, cho'zilarkansiz. Mana shunaqa tushuntiriladi. U o'ylamanglar, bu psixoterapiya misol uchun katta mavzu hisoblanadi. Bu 3 ta dars yoki 2 ta dars yoki bitta konsultatsiya уже всё sizni окончательный qilib bera olmaydi. To'xtatib bera olmaydi bu narsa. Bu narsada misol uchun yillab ham ishlaydiganlar bor. Deylik, 2 ta konsultatsiya oldingiz, shu 2 ta konsultatsiyani kerak bo'lsa yozib oling. Nima deyilyapti? Shu narsa bo'yicha o'zingizda ishlab yurasiz. Qancha vaqt? Может 1 yil ishlarsiz. Может 3 oy ishlarsiz. O'sha keyin effekt bo'ladi. Masalan,
Masalan, tish doktoriga bordingiz, shifokorga. Tishingiz og'riyapti, to'g'rimi? Tashxis nima dedi? Удаление. Tish уже ketish kerak. Olib tashlash kerak. Xo'p. Oldingiz, ertasi kuni bitib qoladimi tish? Mana sizga savol. Yo'q. 1 oyda ham bitmaydi. To'liq kurs 3 oyda bitadi mana shu tishni o'zi mana. Bitta dona tishingizni olganingiz. U ham ildiziga bog'liq. Uni ham yiringmasligiga bog'liq. U ham milkingiz ozuqalari yaxshiligiga bog'liq. Ana o'shandan keyin ana doktorlar ham javob 3 oyda bitadi deya oladi. O'shaning uchun psixoterapiya bu hazilkam narsa emas-da, bu odamning ruhiyati. Odamning asab sistemasi, markaziy sistema bilan qo'pol qilib aytganda shu dumkaga tushib qolgan vaziyatda to'g'ri tushuntirib olish. Shunaqa gaplar. Salomat bo'linglar, ishinglarga rivoj bo'lsin. Agorafobiya, satsofobiyaga ega bo'lgan, uzoq yillab ega bo'lgan insonlarga mana shu video rolik shu ish qilinglar. Yo Allohdan salomat bo'linglar.